Hammaga salom. Elektrokardiografiya asoslari o'quv siklini davom etamiz. Mavzu miokard gipertrofiyalari. Bugun qorinchalar kuchlanishi to'g'risida gaplashamiz. Перегрузка deb ba'zan kardiogrammada xulosalar beriladi. Demak, bu o'zi nima? Yuqoridagi darslarda takrorlaganimizdek, aytganimizdek, yurak qorinchalari kuchlanishi bu EKGdagi dinamik o'zgarishlar. Ya'ni bemorda qorinchalariga tushishi mumkin bo'lgan o'tkir yuklama natijasida yuzaga keladigan o'tkir klinik holatlarda elektrokardiografiyadagi qisqa muddatli o'zgarishlar. Tabiiyki biz o'tkir klinik holatdan bemorni olib chiqqanimizdan keyin bu kardiogrammadagi belgilar orqaga qaytadi va normallashadi. Esinglarda bo'lsa, gipertrofiya belgilarini gaplashganimizda tushuntirganmiz. Gipertrofiya bu anatomik o'zgarish. Bu surunkali jarayon, demak bu o'zgarmaydi. Orqaga qaytishi, ozgina remodelirlanish jarayoni qaytgani bilan kardiogrammadagi o'zgarish yillar davomida bir xilligini saqlaydi. Kuchlanish belgilari esa bu bemordagi o'tkir klinik holatdan kelib chiqadigan dinamik EKGdagi o'zgarishlar. Demak, gipertrofiyada nima belgi bo'lsa, esinglarda bo'lsa, перегрузкада ham xuddi shu, kuchlanishda ham belgi bo'ladi. Dilatatsiyada ham xuddi shu belgi bo'ladi. Faqat o'tkir yuklama ketayotgan vaqtda repolarizatsiya qattiq buzilganini va subendokardial qavatda ishemiya yuzaga kelganini inobatga oladigan bo'lsak, yuklama tushayotgan qorinchani o'sha kamerasida, demak, elektrokardiografiyada o'sha tarmoqda o'zida ST segment va T tishchada o'zgarish, ya'ni ST depressiyasi va T tishchani manfiylashib qolishi, ya'ni inversiyasi kuzatiladi deganmiz. Mana shunga qarab turib, chap qorincha gipertrofiyasi va kuchlanishi yoki agar o'ng tarmoqda shu holat yuzaga kelsa, o'ng qorincha gipertrofiyasi va kuchlanishi deganmiz. Masalan, chap qorincha gipertrofiyasidagi demak kuchlanish, перегрузка qachon? Yugurganda. O'zi gipertrofiya bor yugurganda. Yuklamada, jismoniy yuklamada gipertoniya krizi eng katta sabablardan bittasi. Gipertoniya krizi. Yoki bo'lmasa gipertoniya krizi yo'q, lekin stabil qon bosim baland. Aytaylik, bemor 200 da yuribdi yoki 180 da yuribdi. Bu ham o'tkir chap qorincha yetishmovchiligi judayam EKGda ST segmentini depressiyasi va demak chap tarmoqlarda izoelektrik chiziqdan tushib ketgan inversiyalangan T tishchani ko'rishimiz mumkin. Gipertrofiya va перегрузка o'ng qorinchada ketsa-chi, bu kim? Bu ko'proq astma xurujlari, astmatik status to'g'risida qayta bo'layotgan surunkali zotiljamlar. Agar o'tkir ketsa, o'tkir o'pka yetishmovchiligi, ya'ni TELA to'g'risida gap ketishi mumkin. TELA o'pka arteriyasi tromboemboliyasi o'tkir перегрузка bilan kechadi. Tabiiyki bu yerda ham ST segmenti izoliniyadan tushib ketadi va o'ng tarmoqlarda T tishchamizda inversiya kuzatiladi. Mana shunaqa misollardan eng yaqqol namoyon bo'lgani, biz gipertrofiyada buni STni izoliniyadan tushishi, repolarizatsiya buzilgani hisobiga T manfiy deb gapirdik. Ana endi bu surunkali jarayonida, o'tkir jarayonlardan eng yaqqol namoyon bo'lgan kardiogrammadan bittasi o'ng qorincha o'tkir yetishmovchiligi, ya'ni o'tkir kuchlanishi bilan kechadigan o'pka arteriyasi tromboemboliyasi to'g'risida gaplashamiz. Demak, yurakni o'ng qismlarini o'tkir kuchlanishi Mac Jean White simptomi, ya'ni 1S 3Q 3 inversiyalangan T sindromi. Demak, bizda nima yuzaga kelyapti? Bizda 3-standart tarmog'imizda bir oz chuqurlashgan Q tishi va inversiyalangan T tishi. Demak, bizda manaqa holat yuzaga kelyapti. Demak, manaqa holat yuzaga kelyapti mana. Q tishi odatda 3-standart bizda Q tishi hosil qilmaslik kerak. Sababi vektor esinglarda bo'lsa, o'zi shu 3-standart tarafga qarab yuradi deganmiz. Birinchi vektorimiz bizda kimi vektor edi? Qorinchalar aro to'siqni vektori. Mana qayoqqa qarab yurardi? Bu tarafga. Natijada bizda 3-standart tarmog'imiz buni R qilib yozar edi esinglarda bo'lsa. Bu birinchi vektor edi. Demak, R kichikcha qilib yozish kerak edi. Bizda bu yerda patologik Q hosil bo'lyapti.
Demak, yuklama vektorda yo'nalishi o'zgarib ketganini belgisi. Demak, vektor bizga bu yoqqa qarab ketayotganini belgisi va bu Q bilan namoyon bo'layotgan. Undan keyin уже ikkinchi vektorimiz cho'qqi o'ng qorincha gipertrofiyaga, ya'ni gipertrofiya emas, ko'proq kuchlanish ketayotganini inobatga oladigan bo'lsa, vektor bu yoqqa qarab ketadi. Cho'qqiga emas, ya'ni bu yoqqa emas, o'ngga qarab ketadi. Shuning uchun o'ng tarmoqlarda R tishi bilan namoyon bo'ladi va manfiy repolarizatsiya buzilgani uchun T tishcha bilan namoyon bo'ladi. Qarama-qarshi birinchi tarmog'imiz esa bizda mana bu yerda turadi birinchi tarmog'imiz. Tabiiyki, e, buni bizda qanday yozib olishni boshlaydi? S tishi bilan yozib olishni boshlaydi. Demak, bir S, 3 Q, 3 inversiyalangan T. Endi o'sha tarmoqlarimizda, demak, o'ng tarmoqlarimizda tabiiyki bizda ST elevatsiyasi qisqa, demak, o'tib ketuvchi ikki fazalik, ikki faza yoki qing'irlik hosil qiluvchi T tishchasi hosil bo'lishi mumkin. Lekin gap AVF V1 va 2 to'g'risida gap ketyapti. Bizda McGinn White uchun 3-standartda manfiy T bo'lish juda ham katta ahamiyatga ega. Aynan mana shu sindromda patognomanik belgilaridan bittasi. Chap tarmoqlarda ham demak ST depressiyasi kuzatilishi mumkin. Endi demak asosiy belgilar mana bu kardiogrammaga e'tiboringizni qarataman. Mana demak bizda McGinn White. Bu simptom deyarli har 3-chi, har 4-chi bemorda, demak har 3-chi bemorda bo'lsa 35% holatlarda o'tkir teyla ketayotganda, massiv teylada kuzatiladi. Bu ko'p ham submassivda kuzatilmaydi. Bemor juda ham ahvoli og'ir bo'ladi. Massiv teylada 3dan bitta kasallarda yoki bo'lmasa, demak 4dan 1 kasallarda. Demak, uchras chastotasi 25-35%. Agar klinikaga to'g'ri keladigan bo'lsa, mana shu simptomatika nisbatan spetsifik hisoblanadi. E'tibor beramiz birinchi standart tarmoqda S, 3-standart tarmoqda tabiiyki R, ya'ni yurak elektri o'qi o'ngga siljayapti, lekin McGinn White uchun birinchi belgi, demak, birinchi standartda S ketyapti, 3-standartda mana patologik Q ketyapti va 3-standartimizda bizda manfiy T tishchasi ketyapti. Mana bizda manfiy T da ko'rishimiz mumkin. Bu demak bizda McGinn White simptomi. E'tibor bering, ko'krak tarmoqlarida hammasida S ketyapti. Bu mana shu o'ng qorinchani S tipida o'tkir kuchlanishi. Esinglarda bo'lsa, o'ng qorincha gipertrofiyasini S tipi bor deganida, S tipi bu 3 ta tipdan bittasi. Mana AVL da ham S ketyapti. E'tibor bering, mana 2 ham deyarli mana hosil qilyapti. AVR dan tashqari hammasida deyarli mana ayniqsa ko'krak tarmoqlari S hammasini shakllantiradi. Bu o'ng qorinchada demak haqiqatda gipertrofiya va o'tkir yuklama ketayotganligini belgisi. McGinn White simptomi, demak pattern deylik, sindromdan ko'ra pattern, ya'ni belgi. Agar haqiqatda Teylani fonida ketayotgan bo'lsa, biz buni sindrom deyishimiz mumkin EKGda. Biz bemorni ko'rmasdan EKGni o'zini oladigan bo'lsak, bu EKG patternga aylanadi, ya'ni belgiga aylanadi, fenomenga aylanadi. Bemorda asosiy sabab demak o'pka arteriyasi tromboemboliyasi, pnevmotorakslar, shuning ichida demak klapanli pnevmotoraks ham shuning ichiga kirib ketadi, ya'ni perigruzda ketadi, o'pka shishi, astmatik statuslar, plevrada massiv suyuqlik yig'ilganda yoki bo'lmasa massiv atelektazi sababi ehtimol bo'lishi mumkin. Biron narsani yutib yubordi, nafas yo'liga ketdi-da, traheyani bronxda distal qismida turib yopilib qoldi. Demak, ashada o'zida o'pka atelektaziga uchradi-da, keskin o'ng tomon reagировать qilishni boshlaydi. Demak, bu sababi shu bo'lishi kerak. Nima oxir oqibat bu nimaga olib kelyapti? O'pka arteriyasida bosimni ortishiga olib kelyapti. Demak, kichik qon aylanish doirasidagi bosimni ortishi keskin o'pka arteriyasida demak bosim 20-25 millimetr simop ustunidan ko'ra keskin ortib ketyapti. Natijada yurak elektr o'qini yo'nalishi, ya'ni vektor depolarizatsiyani vektori qorinchalar aro to'siqdan o'ngga emas, pastga qarab siljib ketyapti. Undan keyin уже o'ngga qarab yuryapti. Shuni e'tiborga olgan holda 3-standartimiz biza Q tish bilan va demak manfiy T, birinchi standartimiz qarama-qarshi, buni demak S tishi qilib yozib olishiga sabab bo'lyapti. Differensial diagnostika kim bilan o'tkazamiz? Mana shu yerda tabiiyki klinik manzara bizga juda katta yordam beradi. O'pka arteriyasi tromboemboliyasini klinik o'ziga xos belgilari bor.
Ana, lekin biz elektrokardiogrammaga qaraganimizda qanaqa qilib differensiatsiya qilamiz? Ya'ni bemorda emas, EKGda qanday? Demak, 25-35% holatlarda bizda McGene White TLAda kuzatiladi dedik. Ana endi bizda infarkt bilan nimasi qiynalayotgan joy? Bizda 3-standartdagi Q tushishi bizni qiynayapti. Mana shu 3-standartdagi Q tushiga e'tibor beramiz. Agar bizda 3-standartda o'zida Q bo'lib turib, AVF bu Q'ni tasdiqlamas ekan, bu yerda hech qanaqa infarkt to'g'risida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ya'ni bitta tarmoqdagi Q tushi 3-standartdagi AVF uni yonidagi tarmoq tasdiqlamayaptimi? Demak, pastki infarkt to'g'risida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Keyin McGene White sindromida Q u darajada chuqur bo'lmaydi. Bizda infarktda Q tushi yaqqol namoyon bo'ladi. Ya'ni deyarli R tushini yarimdan ko'prog'ini egallashni boshlaydi. Mana bunaqa holat yuzaga keladi. Mana R tashlavoradi. Sababi bu yerda nima deydi? Subepikardial infarkt. Bu subepikardial infarkt bu STEMI, ST elevatsiyasi bilan kechadigan infarktni bitta turi hisoblanadi. STEMI, ST elevatsiyasi. Tabiiyki bu og'ir o'tkazilgan infarkt belgisi va bizda hosil bo'lgan patologik Q tushchasi chuqurroq bo'ladi. McGene White'da unaqa chuqur bo'lmaydi. STEMI uchun tabiiyki agar bu belgi 3-standartda bo'ladigan bo'lsa, AVF albatta buni tasdiqlashi shart. Endi o'pka yuragi yoki masalan emfizema deyapmiz. Agar bizda o'pka yuragi bo'ladigan bo'lsa, bizda patologik Q to'g'risida gap so'z bo'lishi mumkin. Bizda S tip, mana hozir yuqoridagi kardiogrammani ko'rdik. Только bu yerda Q уже bo'lmaydi. Faqat hamma tarmoqlarda S tip o'ng qorincha gipertrofiya belgilari birinchi planga chiqadi. Giz tutami oyoqlarini blokadasi ko'proq bu yerda gemiblok to'g'risida gap ketyapti. Masalan, gemiblokda bizda esinglarda bo'lsa aytganmiz, tarmoqlar QR ko'rinishiga kelib qoladi. Mana QR ko'rinishiga, mana QR qarama-qarshi aytaylik, birinchi standartimiz QR bo'lsa, 3-standartimiz bizda qanaqa RS ko'rinishiga, mana RS ko'rinishiga kelishi kerak edi gemibloklarda. E'tibor beringki, u darajada chuqur bo'lmaydi. Yurak elektrooqi keskin siljigan bo'ladi, keskin. Mana shu joylariga alohida e'tibor berib qo'yishimiz kerak. Gemibloklarda bizda 3-standartda T manfiy bo'lmaydi. Gemibloklarda T tushi umuman o'zgarmaydi. O'ng qorincha gipertrofiyasi. Menimcha o'ng qorincha gipertrofiyasini bu yerda differensiatsiya qilishda hattoki hojati yo'q. Sababi McGene White aynan o'ng qorinchani o'zini perigruskasi. No, shunday bo'lishidan qat'iy nazar biz o'ng qorincha gipertrofiyasini belgilarini o'tganmiz. Demak, unaqa holatlarda agar bizda manfiy T 3-standartda bo'ladigan bo'lsa, tabiiyki bizda AVFda ham manfiy T bo'lishi kerak va 1 va 2 da ham xuddi shunday holat bo'lishi kerak. Va o'ng qorincha gipertrofiyasida 3-standart tarmog'imizda bizda Q tushcha bo'lmaslik kerak. Demak, mana shularga qaragan holatda biz differensial diagnostika o'tkazamiz. Qorinchalar yuklamasi va demak o'pka arteriyasi tromboemboliyasi misolida McGene White sindromi to'g'risida gaplashdik. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.